Tungi soat 2da xonadonning yerto'lasidan g'alati ovozlar keladi. Xonadon egasi qo'rqqanidan chiroqlarni yoqib, telefoniga bo'lgan voqeani videoga olishni boshlaydi. Yerto'lani eshigini kimdir ochishga harakat qilmoqda. Hello? Oh my god! Xonadon xavfsizligini ta'minlash uchun xonadonning barcha asosiy eshiklari temirdan bo'lishi shart. Oddiy oynali va taxtali eshiklar hech qanday xavfsizlikni ta'minlamaydi. Xonadonning asosiy eshigiga temirdan ishlangan zamonaviy va sifatli eshikni o'rnatish kerak. Eshikka mana shunday kichkina bo'lsa-da signalizatsiyani o'rnatish sodir bo'lishi mumkin bo'lgan mudhish voqeani oldini olish mumkin. Bunday signalizatsiya nafaqat sizni ogoh qilishi, balki uyga kirmoqchi bo'lgan begona shaxslarni cho'chitib yuborishi mumkin. Maqsadimiz bunday mudhish voqealarni oldini olish va odamlarni ogoh qilishdir.